Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi suhbatimiz U-Power brendini UPM1 seriyalik quyma korpus tip avtomatlari haqida bo'ladi. Keling, mana shu seriya tip avtomat bilan yaqindan tanishamiz. Ustidagi markirovkalari, bu yozuvlar nimani bildiradi va ichini ochib, ichki qismi mexanizmlari bilan ham tanishamiz va modul tipdagi avtomat o'chirgichlardan qanaqa afzalliklari bor, nima xos xususiyatlari bor, shuni yaqqolroq tasavvur qilamiz. Keling, birma-bir hamma yozuvlari bilan markirovkalari bilan tanishib chiqamiz. Nima ma'noni bildiradi? Bu raqamlar nima o'zi? Xo'p, demak, bu brend U-Power brendiniki. Mana shu kompaniya brendining nomi bo'lsa, mana bu yerda katta qilib yozgani MCCB, shu quyma korpusli avtomat o'chirgich degani. Molded case circuit breaker, mana shu uzun nomini bosh harflaridan olingan. Butun dunyoda xalqaro mana shunaqa belgilash urf bo'lgan, shunga kelishilgan. Quyma korpus avtomat o'chirgich ekan, U-Power brendini ekan va qaysi seriyasi? UPM1 mana. UPM1. Menimcha bu seriyalarni ham ular ma'noga ega qilib o'zicha emas yozadi. Mana shu U-Powerni molded tipi, quyma korpus tipi degani deb tushundim men o'zim. U-Powerni mana quyma korpus tip birinchi gabaritli. Buni ikkinchi, uchinchi gabaritlari ham bor. Ya'ni 100 amper bo'la turib, gabariti mana bunaqa kattaroq bo'ladi. 100 amper bo'la turib, yanada kattaroq 400 amperli avtomatlarning korpusidek bo'lganlari ham bor. Mana shu UPM1. Xo'p, keyingisi eng muhim ko'rsatkichlardan biri nima? Nominal 100 amperli ekan. Bu 100 amperli avtomat. Nominal toki 100 amperlik. Mana bu yerda keyingisi UE. Izole degani izolyatsiya qobiliyati buni 1000 voltli ekan. Ya'ni 1000 voltga chidaydi. Mana shu fazalararo kuchlanishi, mana bu orada bir to'siq, devor to'sib turibdi. Mana shu kuchlanish yoki mana bu yerda buni orqa tomonida kuchlanishga ega metal jismlar, mexanizmlar o'tib turibdi. Shu bemalol hozir biz buni qo'llaymiz fazalararo 380 voltga, 400 voltga. Lekin shu 500, 600, hattoki 1000 volt bo'lsa ham nima? Bemalol mana bu korpus, mana shu plastik izolyatsiya dosh beradi degani 1000 voltgacha. Keyingisi u impuls, mana bu IMP degani impuls. 12 kilovolt, 12000 voltli davomli emas, diqqat qiling. Shuning uchun impuls deyapti. Mana bu davomli. Hattoki davomli 1000 volt ostida qolib ketsa ham bemalol avtomat izolyatsiyasi teshilmaydi. Mana bu yerda duvga chiqib korpusga qotirilgan orqadagi yerlatilgan metal konstruksiyaga ham hech qanaqa proboy bo'lmaydi. Davomli 1000 volt ostida qolib ketsa ham. Bundachi bekorga impuls deb yozmagan. O'ta qisqa muddatda impuls shaklida, ko'rinishida hattoki 12000 volt kelib qolsa ham, ba'zida shunaqa bo'ladi, ba'zida mana bu drossellar, katta chulg'amga ega g'altaklar o'chirish paytida sama induksiya deydi, o'zidan taralib turgan magnit maydon o'ta qisqa nanosekundlarda o'zini kesib o'tgani uchun maydon o'zgarish tezligi juda ham katta bo'lgani uchun katta impulslar qo'zg'averadi. Xuddi avtomobildagi bobinasi mana shunaqa tipda ishlaydi oldingi avtomobillarda. 12 kilovolt impulsga ham teshilmaydi demoqchi, mana. Va nima? Mana bu muhim raqamlardan biri bu ham 50 Hz chastota ostida ishlashga mo'ljallangan va nima? Mana shu tok mgновенного расщепления deydi, ya'ni
mgnovenniy o'chirish toki nima? 10 ta I nominal ekan. Quyma korpus tip avtomatlarda modul tipga o'xshab A, B, C, D kategoriya deb yozmaydi ustiga. Mana shu kategoriyasini o'rniga bir onda o'chirish toki deb mana bu I deb yozadi. 10 ta I nominal ekan. 10 kratniyga yetganda birdan keskin pusk motorlarni yoqqanda pusk toki bo'ladimi yoki boshqa sababdanmi tok sapchib 10 ta I nominal, ya'ni I nominal 100 amper bo'lsa, demak 1000 amperga chiqib ketsa, shundan keyin mgnovenniy o'chiradi. Hech qancha kutmay. Bu demak qaysi kategoriyaga to'g'ri kelar ekan? Tasavvur uchun kategoriyaga solishtirsak, C kategoriyaga to'g'ri kelar ekan. Modulli avtomatga yoziladigan o'sha C16, C25 degani C nima edi? 5 kratniydan 10 kratniygacha время tokiviy xarakteristika deydi. 10 o'sha C kategoriyani oxirgi chegarasi. 10 ta I nominalga chiqqanda demoqchi mana bu. Demak C kategoriya tip avtomat o'chirgichga mos ekan. Chastotani bergan va mana bu nima? Sertifikati. Mana bu IEC degani International Electrician deydi. Mana xalqaro elektriklar qo'mitasi degani mana shu IEC. Butun dunyoda shu butun dunyo elektriklarini o'zini qo'mitasi, komissiyasi bor. Shu komissiyada mana shu raqam ostidagi sertifikatsiyadan o'tgan. Ya'ni ularni adabrinasini mumkin yaxshi qo'llayveringlar butun dunyoga degan ularni nima ruxsatini olgan degani. Mana bu o'zini seriyali nomerlari va keyingisi bu tomoniga o'tamiz. Mana bunaqa sertifikat ham bor mana. Va nima? Mana ekspluatatsiya, ya'ni mana bu tok. CU degani current ultimate degani, CS degani current service degani, ya'ni current service 3 martagacha kafolat beradi. Bu qisqa tutashuv paytiga o'sha toklarga aloqador ko'rsatkich. Zanjirda mana shu avtomat o'zi nazorat qilib turgan zanjirda qisqa tutashuv bo'lib, farazan o'sha qisqa tutashuv toklari bu yerda kiloamperda beradi mana 22 kiloamper, 22 ming amperga chiqib ketganda ham kafolat beradi o'sha qisqa tutashuvni o'chirishga va 3 martagacha yana qayta ko'tarib foydalanishga ruxsat beradi. 3 martagacha ruxsat beradi. 22 ming amperga chiqib ketsa ham. Yonidagi nima? 35 ming degani. Lekin bu energiya manbasiga yaqin, TPni o'zida turgan bo'lsa, transformatorga o'ta yaqin joylarda qisqa tutashuv toklari manbaga shu qisqa tutashuvlarni yurg'izib turgan, birdan sapchitib ko'tarayotgan kuch o'zi transformatorda aslida. O'sha transformator yonida turgani uchun ba'zida tok o'ta shiddatli 35 ming amperga chiqib ketib qolsa, mabodo qisqa tutashuv paytida 35 ming ampergacha ham kafolat beradi, o'sha katta talafotni ham o'chirib beradi. O'zi mana bu katta tokdan qizib, kontaktlari yopishib, cho'g' bo'lib qolib, deformatsiya bo'lib, otmay zaklinit qilib yonib ketib, mana shular bo'lmaydi. Men garantiya javob beraman demoqchi. 35 ming ampergacha. Lekin bu nima? Aynan current service bilan current ultimate eng predel degani, eng oxirgi chegara degani mana u. Buni farqi shu yerdaki, 35 ming amperga chiqsa bo'ldi. Buni qayta yoqib, o'sha qisqa tutashuv demak kabel teginib ketgan bo'lsa, alishtirib, shuni to'g'irlab turib, qayta yoqib bo'lmaydi degani. Bo'ldi, keyin buni alishtirish kerak. 35 mingga chiqib ketsa, bir marta o'chirib beradi. Lekin o'zi alishtirish kerak. Lekin 22 mingga chiqsa-chi, bemalol 3 martagacha yana qisqa tutashuv ko'rishi mumkin bu hayotida, umri davomida. Bu aslida juda baland raqamlar, odatda bu TPni o'zida tursa ham bunaqa qiymatlarga kam chiqadi. Shuning uchun bexavotir bu bunaqa razova, ya'ni ko'p marta ko'tarib ishlataveriladi. Xo'p, demak, nominal o'zini ekspluatatsion kuchlanishi 400 volt ekan, 0.4 kilovolt tomonda qo'llaniladi bu o'zi. Yuqori kuchlanishiga emas, bu
niska volt hisoblanadi, mana 400 volt. Mana bu yerda cat A ni mana shuni ko'pchilik kategoriya deb o'ylar ekan. Modulli avtomatdagi A, B, C D kategoriyani o'rganib qolganda kategoriya deb. Mana shu yozuvni bu A kategoriya deb o'ylar ekan. Yo'q, bu mutlaqo kategoriya emas. U время tokiviy xarakteristika, ya'ni A kategoriya nominal tokni 1 baravaridan 3 baravarigacha bo'lgan toklarni o'tkazib yuboradi. Shundan oshsa mgnovenni o'chiradi. B kategoriya 3 kratniydan 5 kratniygacha, C kategoriya 5 kratniydan 10 kratniygacha degan kategoriya emas bu. Uni mana bu yerda bunaqa yozadi buni mana. Mgnovenni va rassepleniya toki bu 10 ta nominal. C kategoriyani oxirgi chegarasi. Mana bu ifodalaydi u ma'noni. Bu yerdagi katdan murod bu kat selektivnessga aloqador narsa bu. Ya'ni A selektiv zanjirlar uchun emas degan A kategoriyasi. Mana bu aynan selektivniss. Bu bizni umuman sxemalarda ahamiyati kamroq narsa. Ba'zi joylarda qaraladi bunga. Selektivniss uchun bu kategoriya A kategoriya degani emas. Keyin mana bu yerda harorat yozyapti. +40 gradus Selsiy. Buni ma'nosi nima? Mana shu sinovlar, ya'ni mana shuncha qisqa tutashuv tokini berib, rostdan ham ochishi ko'rilgan 3 marta. Mana bu 35.000 kilovoltga chidashi, izolyatsiya qobiliyati, 12.000 volt impulsli kuchlanish kelib qolganda ham izolyatsiya teshilmasligi va hokazo. Mana shuncha tajriba, tadqiqot ishlari buni stendga qo'yib, qanday harorat ostida amalga oshirilgan, muzdek xolodilnikning ichidami, yo'q, cho'ldami, yo'q, qanday harorat? +40 gradus Selsiy harorat ostida qilingan shu ishlar. Mana shu javob beraman, mana shu gapimga javob beraman, mana bu shunaqa bo'ladi, mana bu yerda kafolat beraman, otadi, o'chiradi degan mana shu gaplar hammasi, shu ishlar, shu tajribalar, tadqiqotlar 40 gradus Selsiy ostida amalga oshirilgan degani. Ya'ni aynan bizni o'lkalarga bekorga bu avtomat olib kelinmadi. Bizni o'lkalarda shu 40 bo'lgandan keyin +20, -20 bo'lib bemalol yozni chillasi, qishni chillasi hammasini o'rtasini olingan 40 gradus qilib. Va bu elektrik sxemalardagi bir chiziqli sxemalardagi o'zini belgisi, prinsipial sxemasidagi. Xo'p, mana shu yozuvlar shu test knopkasi bor. Ya'ni mana shu avtomatni ichida tepkisini tepib ottirib yuboradigan elektromagnit uzgich va issiqlikdan bemetal uzgich bo'lsa, uchinchisi shuni xuddi o'sha tepkini tashqaridan turib ham tepish mumkin. Bu mexanizm zaklint qilib qolmadimi? O'zi ishlayotganmikin, yo'q, qotib qolganmikin bu ichi, prujinasi chiqib ketib, o'qi chiqib ketib deganda tekshirish uchun xuddi o'sha qisqa tutashuv paytida yoki o'ta yuklangan paytida tepkini tepib yuboradigan mexanizmdan yana bitta olib chiqib qo'ygan tashqaridan. Biz ham mana bosib tepkini tepishimiz mumkin. Mana otdi. Tekshirish uchun. Ana endi keling buni ichini ham bir ko'raylik. Ichini ochamiz. Demak, mana ichki tuzilishi, ichki uzellarini ko'rinishi mana ko'rinib turibdi. Modulli tip avtomat o'chirgichdan anchayin baquvvat. Hop, mana bu birinchi bo'lib dugani o'chirib beruvchi kameralarni olib turamiz, kontaktlar ko'rinishi uchun. E'tibor qiling. Kontaktlar qanaqa kattagina. 63 amper bo'lsa-da, 100 amperlik bu uzib, 100 amperlik bo'lsa-da, modul tipdagi 100 amperni kontaktlari mana buni 10dan birichali ham chiqmaydi. Mana 10, 15, 20 baravar katta kontaktlar. Juda ham baquvvat. O'tkazuvchi mana shinkalar latundan yasalgan. Mana bular ham anchayin baquvvat, qalin. Orasida
issig'i o'ziga olib uzatib turadigan havoni o'zi ham ko'p. O'ta tor joyiga dimlanib tiqilib qolmagan. Shuning uchun ham nominal tokdan hosil bo'lgan issiqlik faqat avariya paytida hosil bo'lmaydi. Nominal ishlab turganda ham qizib turadi bu. Tok oqqan joy borki, qiziydi bu o'z-o'zidan. Joule-Lenz qonuniyatiga ko'ra. Mana shu issiqni taratib turishi tomonidan mana bularning baquvvatligi, deformatsiyaga moyilmasligi, korpusi qalinligini qarang. Quyma korpusi mana. Yaxlit konstruksiya qalin juda. Qalin bo'lib va bunaqa modul avtomat o'chirgichlardagi kaprondan ko'ra anchayin deformatsiya bo'lmaydigan issiqqa chidamli baquvvat materialdan, kompozit zamonaviy polimerlardan ichiga shisha tolani o'sha mayda iplarini qo'shib tayyorlangan. Mana hammasi modul tip avtomatdan ko'ra karrasiga baquvvat. Mana bu yerda bimetal plastinalari mana ko'rinyapti. Bukiladigan. Orqa tomonda elektromagnet uzgichlari ham bor. Mana bu zavod o'zi ustavka qilib o'lchab buralib ketmasin deb mana kraskalab qo'ygan. Mana bu stendga ilinib, albatta nazoratdan, nastroykadan o'tganiga dalil. Mana bu vintlarning o'zi dalil bo'ladi. Qarang, bu kirib turibdi, bu biroz chiqib turibdi. Mana bu ancha chiqqan. Ustavichli vintlar. Uchalovi bir xilda bo'lib turmayapti. Tegilmasa shunaqa bo'ladi. Stendga ilib, buni nastroyka qilib, rostdan ham mana shu yozuvlarga bu javob beradigan qilinmasa, mana bunaqa har xil bo'lib turmaydi uzunligi. Albatta bu yerda u Tesladan o'tgan. Mexanizmi ham mana prujinalari ham anchayin baquvvat. Mana buni ko'tarish ham qiyin. Bu nima degani? Qancha buni ko'tarish qiyin bo'lsa, tepkini bosgan paytda shunchalik shiddat bilan tezroq uzadi va orasi mana modul avtomat tiplari kamchiligi kichkina bo'lgani uchun, juda ham kompaktni, miniatyurniy bo'lgani uchun, o'zi shuning uchun ham nomi MCB deyiladi. Miniatyurniy degani o'ta kichik bo'lganidan mana bu qo'zg'almas kontaktdan qo'zg'aluvchi kontak bunaqa kattaga ajrash imkoni yo'q. Yaqin turadi bir-biriga. Yaqin bo'lgandan keyin dugani o'chishi ham qiyin bo'ladi. Chunki ma'lumki dugani qancha orasini ochib belini ingichka qilsa, shunchalik duga tezroq soviydi, tezroq o'chishga moyil bo'ladi va qisqa tutashuv paytida juda ham qo'l keladi shu kontaktlarni katta ochilishi o'zaro. Mana shunaqa qator afzalliklari bor. Xo'p, demak mana shu mana guvohi bo'ldingiz. Batafsil tanishib chiqdik, ustidagi yozuvlari bilan ichini ko'rdik mana. Guvohi bo'lganingizdek, modul tip avtomatlardan ozgina emas, 2 baravar emas, karrasiga afzalliklari bor buni. Har tomonlama baquvvatligi, kontaktlar yuzalarining kattaligi, kontaktlarning ajrash masofasi kattaligi, umuman har tomonlama va qisqa tutashuvni toklarni o'chirib berish qobiliyati modul tiplarda eng uzog'i bilan 10 ming bo'lsa, mana bunda hattoki 35 ming ampergacha o'chira oladi. Xo'p, barchaga tavsiya qilib qolaman. Joy agar imkon bersa, shitlarda, taqsimlash qurilmalarida aynan mana shunga urg'u bering. Quyma korpus tip avtomatlar o'rnating. Bu modulli tipdan ancha yaxshi hisoblanadi. Nadejniy hisoblanadi. Rasmiy do'konlarimizdan so'rang. Hamyonbop narxlarda 63 amperdan boshlab 1250 ampergacha barcha nominallar do'konlarida mavjud. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyadan yozing. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Hamkasblarga tarqatib qo'ying. Yanada foydali, qiziqarli videolarimiz hali oldinda. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.